Assalomu alaykum Azamat. Bugun vahima haqida bir gapirib bersangiz. Xo'p, vahima har doim ikkita sababdan bo'ladi. Birinchisi qo'rquv. Ya'ni aytaylik, uyingizda deylikmi, suv toshib ketishidan qo'rqasiz va siz vahima holatiga kirasiz va har doim suvlarni tekshira boshlaysiz, kranlarni yopa boshlaysiz, gaz chiqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu holat bu vahima holati deyiladi va vahima holatini keltirib chiqqan sabab bu qo'rquv, ya'ni uyingizga suv toshishidan, haligi gaz chiqishidan, yana boshqa bo'lishidan haligi bo'lasiz, vahimaga tushasiz va vahima har doim odamni harakatga undaydi. Ya'ni qandaydir bir palapartish, qandaydir bir harakatlarni qila boshlaydi. U qo'llari qaltiraydi, haligi bu yoqqa bu yoqqa yura boshlaydi, haligi qilib mana shu vahimada yashay boshlaydi odam. Nimaga? Chunki u suv toshishidan qo'rqyapti, ekzaminda haligi 2 baho olishidan qo'rqyapti, qaysidir bir joyga ulgurmay qolishidan qo'rqyapti va u sekin-astalik bilan vahima holatiga kiradi va uni harakatga unday boshlaydi. Bu bir. Ikkinchidan, yuzini yo'qotish. Ya'ni o'zini bir qandaydir odam idealniy bo'lishi kerak, idealniy bir obrazni chizib oladi. Sen otamsan, demak sen bolalaring haqida qayg'urishing kerak, ya'ni vahimada yurishing kerak. Sen ermisan, demak sen o'z erlik vazifalaringni bajarishing kerak va shuni ustida vahimada yurishing kerak. Yoki bo'lmasam siz qandaydir bir ishni bajarishingiz kerakmi? U nima qiladi? U ma'lum bir ishlarni bajarishi kerak, boyagi obrazi. Ana o'sha obrazni ta'minlash uchun, ana o'sha obrazni поддерживать qilish uchun, ushlab turish uchun u vahima holatida yurish kerak har doim. Demak, odam o'zini kimdir deb hisoblasa, lичность, qandaydir bir shaxs sifatida, qandaydir kimdir, qandaydir bir inson sifatida nima deydi, aniqlashtirsa, o'sha inson qiyofasida o'zini namoyon qilishi kerak bo'lsa, Demak, qanaqadir bir o'zi uchun ideal yasab oladi, shu idealni prinsiplardan chekinmaydi. ana o'sha Shu uchun shu idealni prinsiplardan chekinish unda vahima uyg'otadi. chunki idealni ushlab turish mumkin emas-da. Просто haligi u tasavvurda, u kallada bo'ladi o'sha ideal. Lekin real hayotda u idealni hech qachon 100% idealni qila olmaysiz. Va shu tariqa odam постоянно vahimada yashaydigan hayot tarziga o'tib oladi. U ota obrazi bo'lsin, u bola obrazi bo'lsa ham, u qandaydir bir o'quvchi obrazi bo'lsin, u o'qituvchi obrazi bo'lsin, u ishchi obrazi bo'lsin, qandaydir bir obrazni постоянно поддержка qilaman degan niyat paydo bo'lsa, bo'ldi, o'sha vahimada bo'lishi kerak. Vahima nima uchun kerak? Vahima uni harakatga undab turadi постоянно. Ya'ni ichimizda постоянно haligi struna tortilib turish kerak. Demak, shu vahimani asiriga aylanib qolgan ota-ona bolasiga qanaqadir bir noto'g'ri tarbiyani berishi mumkinmi? Real hayotda mumkin. Ideal hayotda bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun u vahimada yashashi kerak. Real hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Oldindan aytib bo'lmaydi. Kimdir uni to'g'ri yo'lga solsa, demak, o'sha vahimasiga farzandini tarbiyasi orqali qanaqadir noto'g'ri berib qo'yish, yo'nalish tanlab qo'yishi mumkinmi? Shu haqida savol. Конечно, sizni anaqangiz bu, sizni masalan ota-ona bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha ota-onani zimmasida nima bor? Siz ota-ona rolini bajarishingiz kerakmi? Bo'ldi, siz avtomatik tarzda vahimaga kirasiz. Lekin tasavvur qiling, kimdir keldi, ishini vahimada qilyapti. Kimdir keldi, ishini spokойно qilyapti. Kimni ishi
ideal bo'ladi yoki idealga yaqinroq bo'ladi. Demak, shu o'zini idealidagi holat bo'lmaganda, shu vahimada yurgan inson nimalarni his qilishi mumkin va nima kasalliklar orttirib olishi mumkin? Tak, bitta vazifa unda emas, vazifa ya'ni unga diskomfort beryapti vahimada yashash. Постоянно vahimada yashash unga qandaydir noqulayliklar berayotganligi uchun u vahimadan chiqishni xohlayapti. Vahimadan chiqish mumkin, idealniy obrazni oladi va ana o'sha idealga iloji boricha yaqinlashishga harakat qiladi, lekin yaqinlashmasa uni allagalariga, mevalariga bog'lanib qolmaydi, natijalarga bog'lanib qolmaydi va shunda u yaxshi natijani ham, yomon natijani ham qabul qiladi va unga motivatsiya nima bo'lmaydi, vahima bo'lmaydi. Faqat interes qoladi, ya'ni mana shu ishni bajarishga bo'lgan qiziqish qoladi, lekin mana shu ishni bajarishga bo'lgan vahima qolmaydi, xavotir qolmaydi. Tushunarli. Shunaqa. Vahima qaysi organ bilan bog'liq va vahimani uzoq bo'lishi nimalarga olib kelishi mumkin? Xo'p, vahima ichki organlarga qaraydigan bo'lsak, oshqozon bilan, ichaklar bilan bog'liq bo'ladi. Qo'rquvdan kelib chiqyapti-ku. Buyraklarga ta'sir qiladi. Mana shu nima deydi, boshqa emotsiyalarga o'xshab mushaklarni tirishtiradi. Endi bu qo'rquv bilan bog'liq bo'lganligi uchun sog'liq energiyasini ko'paytiradi va odamni qandaydir noqulay holatlarda bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi umumiy buni qanday holatlarda nimaga ta'sir qilishlarini odam o'zi, vahimadagi odam o'zi ko'rishi kerak bo'ladi. Har bir odamda individual bo'ladi. Agar o'zini kuzatish, mana shu emotsiyalarini, mana shu energiyalarini kuzatib, ulardan xoli bo'lish, ulardan ajralib chiqish praktikalarni bajaradigan bo'lsa, u ko'radi qayerida, qaysi organida, qaysi holatida, qaysi kartinkalar orqali, qaysi so'zlar orqali unda mana shu borlig'ida ifodalanganligini ko'rib, keyin undan ozod bo'lishi mumkin. Rahmat Azamat bugungi suhbatingiz uchun. Xo'p, Salomat bo'ling.